Qizlarni tushunmoqdasiz. Avtori Oysham Ismoil Tabassum. Birinci qism. O'g'illarning cho'ng bo'lgandan keyingi g'amining muncha ko'p bo'lganligini kichigimda bilsam, hargizmi qachonmi cho'ng bo'laman degan armonni qilmas edim. Hozir bularni deganning foydasi yo'q. Lekin azobim dal mushu. Ba'zida o'ylab qolaman. Hayotmi kino lentasiga o'xshagan bo'lsa, xohlasak oldiga surib, yana xohlasak keyniga yondirg'uli bo'lsa, biz uningda xohlasak bolaligimizni yashasak, yana xohlasak g'amlarimiz to'la chog'larimizdan otlab o'tibla, g'amsiz, armonsiz navri beqib yurgan o'ttir yosh vaqtlarimizni yashagan bo'lsak. Shundoq o'ylab boqaman. Ammo bularning mumkin emasligi ko'nglimga ayon. Balkim bu orzularim ishga eshib qolgan taqdirdimi, yana yangi armonlarim borliqqa kelishi mumkin-da. Buning shaksiz ishinaman. Hozirgi g'amim dal xotin g'ami. Ochiqroq qilib aytganda 32 yoshlik bir bo'ytaq yigitning xotin elish g'ami. Bundaq desam balkim bu yoshda bo'ytaq bo'lsa ayoldan ajrashib ketgan bo'lg'imidi deb o'ylab qilishimiz. Yoki bo'lmasa xotinini yomonlatib qo'yib, endi uni qo'yib etib boshqa birini oladigan bo'lib qolganmikin. Bu cho'qim ajrashishdan burun puxta tayyorlik ko'rib, ajrashib bo'lib oladigan xotinni hozir tepib, taxlab qo'ymoqchi bo'lgan nima deb o'ylashingiz mumkin. Amaliyotda undaq emas. Men tek to'y qilmagan bo'z yigit. Bundaq desam yana, "Voy, mo'shuncha bo'lib ketkichi bir qaytammi to'y qilmay, nadi qolgan nima buni hoy?" deyishingiz turgan ekan. Lekin ammo biroq gulla qisqasi kelganning orzusiga qarab emas, balki echildigan pasli kelganda ondan echiladi. Meningcha bu nuqtani tushunishingiz mumkin. Endi maqsad kelsak, men shu o'ylanmoqchi, to'y qilib xotin olmoqchi. Lekin muvofiq loyiq yo'q. Men bilan tang-tush qizlar to'y qilish yoshiga yetgan yillarda men oliy maktabni bitirib bo'lib, yana o'rlab aspirant, yana bir nima deganlarni o'qiydigan bo'lib qoldim. Uydagilarni rayimni qaytarmay, nima o'qiyman desam shuningga ma'qul deb, nada o'qiyman desam shu yerga yo'lga selib qo'yib yuraverdi. O'qishlarimning hammasini o'qib, doktor degan yo'g'on qalpoqni ko'tarib mahallaga qaytib kelgan chig'imda men dematli qizlarning birimi yo'q. Hammasi yotib bo'lib, 1-2 dan balliq bo'lib ketgan. Bu kam bo'lganda men dematli qizlar ichidan bo'ytaqlari tepilmadi. Tepilganlari biror qatim to'y qilib ajrashib ketgan. Biror bolasini o'zi tirishib beqiyotgan bo'lib qilib, undaqlari mening salohiyatimga, o'qish tariximga, bo'z yigitlik sharpimga mos kelmay qilib, oxiri yanla taqdirning buyrug'ini bado deb mush kunga ulashdim. Demisimi mush yoshqichi biror qizning qo'lidan yetlab, anamga kelin qilib beray deb bo'sog'amdan otilib baxmay turib, bir ardin chiqqan, bir bolasini yetlab yurgan cho'kallar menga loyiq kelmaydi-da endi. Demak, men o'ylanishni xohlaydigan bo'ytaq bo'z yigit. Mendan 8-10 yosh kichik qizlarning meni yesh cho'nkan deb yaratmaganliklariga qo'sqim ko'pib aran tursam, 4-5 yosh kichiklarining holini cho'ng qilganlari ko'tirish to'van chekimdan halqib ketaydi. Men bilan cho'ngchilik qilganlarni bir-birlab uzitib qo'yib, keyingisi deb kutib o'tiradigan kunga qoldim. Ish qilib hozir qadar biror 100 qiz bola bilan ko'rishgandim. Hech qaysi bilan ish aplashmadi. Manga yarg'anlarga men yarmay, meni yaratganlari mening nazarimdan o'tmay, bir-birimizga yarg'anlarimizda hali oila ahvolimiz, hali kasbimiz, hali ushshaq-tushshak nuqsonlarimiz yaramay qilib, oxiri yana o'z yo'limizga menib qoldik. Opamning hilqi dixmoq,
hem kaski tonuşu, dallallıqni voyiga yetkizib, to'xtamay qiz tonishtirishdan harmadi. Manmi chiqib, u qizlar bilan mundaqli ko'rishib beqib, uyga bo'lmaydi ekan, yo'lga sep qo'ydim, deb kirishdan harmadim. Shunda qilib, bo'ytaqliqimni ta bugunga qadar davomlashtirib qilishga muvaffaq bo'ldim desammi ortiq ketmaydi. Ba'zi ishlarga qarsam kulgim keladi. Aslida qizlar uchun biz o'g'illar bilan chiqishib o'tmak shunchalik oson. Lekin ular har qadamida, har ishida barliq ishlarning yomon tarafini, qiyin tarafini, qamlashmagan tarafini oldin o'ylab oldikanda, biz bilan chiqishib o'tmaslikning chorasini izlab avara bo'ldigandek tuyg'u berdi ekan. Yig'ib aytganda ular biz bilan zodili chiqishmaydi ekan. Yoki bo'lmasa bizning orzuyimizdek qiz ayol bo'lishni rad qilib, amalning barcha o'zining saranglachi ish ko'rdigan yavoylar dunyosiga petib yashaydi ekan. Yana texi shu holi bilan to'y qilish, oila qurishning g'amini qiladi ekan. Mangu bu bir yildan buyon o'zim ko'rish baqqan qizlarni bir qator dangsab ko'rib beqib, bularning ichidan menga xotin, bizning uyga kelin bo'lg'idi. Kelgusida bolalarimga ona bo'laligidek birasining chiqishiga ko'zim cho'rtli yetmadi. Shundaqdimi bir boshqa bir bo'k degan gapning yetaklashi bilan o'ylanish orzuyimdan voz kechmay, cho'nglar aytgan sabab qilsang sevat suv to'xtaydi degan gapning hikmati bo'yicha ular o'rinlashtirgan qiz-yigit uchrashishlarning hammasiga chiqib baqdim. Biroq hammasida ahvol hiliqi. Yana shu hiliqi. Qizlar to'g'riliq gap chiqib qoldi. So'z degandan tayinliq hammani so'zlab beray. Ba'zilarini anglasangiz, ba'ayni g'uljining to'ychay o'ltirishlarida o'rib turib anglab, ko'zlaringizdan yosh chiqib ketguncha yig'nab, qiqas silib kulgidek yumurlar chiqadi. Ashundaq ko'rishib yurib, bir seriq chashli qizga to'g'ri kelib qoldi. Apam o'rinlashtirib bergan qiz ko'rishish uchrashishlariga to'li berib kelib yurib, tajribalik bo'lib ketgan vaqtlarim edi u. Qizg'u bir chiroyliq, parang qizlardek sap seriq bo'yab, yelkalariga tushirib qo'yib-atgan tal-tal chochlari bor. Tirnoqlarini lavlarining rangida bo'yib, texi ko'makdan chamg'ur ochadigan ilmakdek uzunli o'stirib olgan demoqchilar. Ay, shu qizlar ashu tirnoqlari bilan kiyimlarini qandoq kiydiganadi. Changchilik esdak bo'yab, grimlarini qandoq qiladigandu. Hech bo'lmaganda tamoq yeganda cho'k qo'shiqlarini qandoq tutadigandu deb o'ylab ketaman ba'zida. Biz o'g'illar chig'imizda salli o'sib qolgandek bo'lsa, bearam bo'lib turolmay qolamiz. Faqat zini bo'lmagandimi, hojatxonaga kirib qog'oz ishiltirgan chaqda tas qoldi, maqatni g'ijiqlab, yomon yer qilamdi chimmi deb bo'g'ildi. Lekin ularga faqat taqashmam dekin. 20 qiz bolaning 19'i shu, 10 qiz bolaning hammasi shu. Gapga kelsam, shu qitimqi ko'rishda eliqi seriq choch, uzun tirnoqliq satan pissida yengida kulishlar bilan yuragimni o'g'irlab ketay deganda tuyuqsiz bir ish yuz berdi. Kasapatning qizi sammisimi bo'ptikan shu chapinni. Erkilab, naynaqlab chapinni selib yendi qo'ydi. Ondan ikki qo'lini mo'risigacha ko'tirib, boyidan beri bo'yinlariga chirmishib, besaramjon qilgan chochlarini barmoqlari bilan apchilgini tarab yig'ib, shaqqida kayniga tashildi. Dal shu chaqda uning yangsiz ko'ynigining qo'ltiqi echilib qilib, chochlariga o'xshash sap seriq emas, balki erlarning soqilidek qop-qora, qo'yuq ham uzun qo'ltiq tuklari ko'rinib qoldi. Bu太难了. Kulmay turang, rastilla shundoq bo'ldi. Bu ahvolni ko'rib, chiroyimning havosi tutildi desam, shaksiz ishini.
Mening o'rnimda siz bo'lgan bo'lsangiz, mendan o'ta bearam bo'lganligingizga menmi cho'nqur ishinaman. Mening bearam bo'lganimni ko'rib, qizning kayfiyatida boshqacha o'zgarish bo'lmadi. Lekin mening uningga nisbatan qizishga boshlagan ko'nglim qaynagan qozonga sovuq suv quygandekla naq maydonda sovib ketdi. Keyingi minutdan boshlab toki xo'shlashgacha faqatli echilib o'tiramadim. Gap qilg'im kelmadi. Qizning qo'ltiq tuklari ko'z oldimdan ketmagachga oldimdagi o'xshagan pecheni bilan sutli qahvaga eg'iz takkimmi kelmadi. Qiz bo'lsa zo'q-sho'q bilan o'zining qiziqishtir ustida to'xtalib o'tadi. Meningcha qizning endi bularni deyishning hojatimi yo'qdek qiladi. Biroq shu minutda mening tuyuqsiz avu boluq o'sgan o't cho'plarning tarixini bilib boqqim kelib qoldi. Buni so'rash adabsizlik bo'ladi. Buni biletdim. Lekin mushi yoshga kelgan boshqa hamma a'zolarini tujiplab yasab jabdib, ranglaydiganni chala qo'ymay ranglab, osadigan, yoqadiganlarni birini qo'ymay tal qilgan bir qizning mushi ishga kelganda nemishqi shub beti tashlab qo'yganligiga faqat aqlim yetmadi. Ben o'yladim. Qiz bir bo'lsa qasdan shub beti qo'ydi. Bir bo'lsa shularni odolavatsa badaniga yomon ta'sir bo'ladigan bir qanday kesili bor. Bo'lmasa cho'pcho'ng bo'lib qolgan. Girim, bilim, gap so'z, yurish turish, yasnishlarda tang yetishgan bir chiroyli qizning hayotli yashagan har bir insonning qo'ltig'ida tuk bo'lganligini, quromiga yetgandan keyin shu tuklarni pat-pat tozalab yo'qitib turishi, buni shaxsiy tozalik ishidagi muhim odatlarning biriga aylantirishning to'limi zarur kerakligini bilmasligi mumkin emas edi. Erlarga ashundoq o'stirib qo'yib yursa bo'laverdi. Lekin ayollarga nisbatan bakli sat turdi, ham cho'qim sat turish kerak edi. Qiziqishimga shu xiyollar qo'shilgandan keyin qizdan dadillik bilan so'radim. Siz odatda shaxsiy tozalik qilganda qo'ltiqlaringizni tozalab turmamsiz? Ha? Mama? Men tozalab turman, sopindab yuyman. Ba'zida chashqi ishiltirgan asrash suyuqligi bilan asrab, oziqlik malhami surib qarorlik parvish qilib turman. Nima buni so'rab qoldingiz? Xiyoli berayotgan javoblarga qarab qizni sarangmikin deyapman. Chunki u buningdan 2 minut ilgari o'ng so'zlab qahvani eg'iziga ichib, do'stidan kelgan telefonni ravrus qabul qilib, atiki yig'ilishining kun tartibini bir obdan o'rinlashtirib o'tiradi. Ya, men shu odatda shaxsiy tozalik qilganda undaq tuklarni tig' bilan qirib elevitish yoki tushirish malhamlarini ishlatib elevitish kerak-ku. Bo'libmi, qizlar bunga bak ahamiyat berish kerak. Qurbi yetgan qiz ayollar texi to'kliq uskunlar bilan tuk bazlarining rolini yo'qotib, mangulik tuk chiqmaydigan operatsiyalarni qildirib yo'qotib atadi. Ondan qo'ltiqlarimi xuddi yuzdagi pokiza, siliq ham poqroq turdi. Sizmi shulardek sinab baqsangiz bo'ladi ekan deyman ha. Viyay, bu chu qarang. Hozir degan butun xalqarada moda. Buni bilmamsiz? Siz davatgan qo'ltig'ini rayitning beshida taqirtib yuradigan u mato xotinlarning zamoni ne vaqt ketdi? Bizning davrimizda mushundaq uzun o'stirib, chiroyli parvish qilib, muhim sovrinlarni echib qo'yib, namoyon qilib, modani voyaga yetkazib etmangimiz. Viyay, cho'ng shaharlarda doktorlikda o'qigan davatati sizni mushunchalik modanimi bilmasangiz? Biz faqat mos kelmaydi ekanmiz, juma. 我太难了。Qizlarni tushunmoqdasiz. Abduri Oysham Ismoil Tabassum. 2-qism.
qizning o'zoyidagi umidsizlikni ko'rib, men uningdan o'ta umidsizlanib ketdim. Chunki uning nazaridagi u modini mening nazarimda sepi o'zidan sarangliq, maynatlik, qarg'ulachi agishdan boshqa narsa emas deb qaraydim. Aqaratihi muhim so'rinlarni echib qo'yib namoyon qilib, modini voyaga yetkazib, elib mangimiz deb ketishlarni. Mening oldimda atoydan echib qo'yib o'ltirg'ini qaraganda, bugungi mushu uchrashishni muhim so'rin deb bilgan ekanda bu. Men nadan buni tushunmay, o'zimcha ko'nglim aynib, yirginib yurginim esit. Moshundaq xalqaroning modalarini yipidan yengisigacha tushundigan bir dunyoviy moda qizni shu o'skilan qo'ltiq tuklari bilan qabul qilib olsam, u kelibla mening bolalarimni tug'ib, 40 tal o'rib, lenti bog'lab, uzun qo'ltiq tuklari bor holatda cho'ng qilib, Tarzanda qatarga qo'shib bas ko'ring. Shularni ko'z oldimga keltirish bilan tang yig'ilib atkala tasliq qoldim. Shu qitimga uchrashish ashundaqla oxirlashdi. Uyga qaytgandan keyin opamga bu qitimga uchrashishning mag'lub bo'lganligini ichinish ichida yetkizdim-yu, orada bo'lib o'tgan paranglar sirp etib qoldi. Moda vaqasi shuning bilan tugagan bo'lsa yaxshidi. Lekin undaq bo'lmay qilib, ikkinchi, uchinchi qitimlik modalardanmi xalqaroliq xabar tepib, obdallik ko'zim echilib qoldi. Shu xalqaroliq modalar ichidagi nechisi men faqat chatning suratlik disko naqshlarida yoki to'rda tarqalgan moda kiyim ko'rgazma faoliyatlarining filmlarida, ondan qolsa lukchaklar yoki qora guruhlar voqealari aks ettirilgan kinolarda ko'rib boqqan. Amaliy turmushda ancha ko'zga chiliqmaydigan, ko'zga chiliqdi deyilgandimi, bak oz sonda. Ya'ni kelib kishilar qabul qilolmagudek darajada emas, o'ziga yarasha holda qabul qilgan modalar edi. Lekin men bilan ko'rishga kelgan o qizlardek oshirib etmagan bo'lib, kishining diqqatini ancha tortmaydigan darajada yengilli edi. Biroq bu qizlar shularning ichidagi bir qiz deyishgan vaqtdan 1 soat kechikib keldi. Texi shuningga qaramay chochlari bo'ronda qolgandek paqbib vayrona. Girimni tujublab qipti bo'lmasa. Qip qizil lav suruqlari kalını boyundan tishlab o'ltirganda qon peti. Lekin salvargan chochlariga qarsa ajablangis keladigan odamning. Bo'g'i mayli, kichik ish. Lekin ovining bo'yindagi qip qizillar diqqat qilmay desammi, nazarimni boshqa yoqqa og'diramadim. Bugungi uchrashishni o'rinlashtirib bergan yilqi dixmaqamimiz opamning dallol tonishi bu qizni menga tanishtirganda to'y qilmagan, loyiqimi yo'q degan. Eri boniga tanishtirib yurmas ma'qul. To'y qilmaganiga ishinaman. Lekin loyiqi yo'q degan gap yog'anmi qandaq? Agar loyiqi bo'lmasa, bo'yindagi qip qizillar nima gap? Qizlarning bo'yindagi unda qizilning ma'lum bir er kishining qattiq so'yib olishdan paydo bo'lganligini hozir kichik bolalarmi bir qarabla bilib oladi. Shuningda qaraganda bu qiz ikkinchi qo'l molmi qandaq? Ya undaqmi emasdi? Balkim bu ko'rishish uning uchun majburlikdir. Hattigina bu yerga men bilan ko'rishgili cho'qim uydagilarning zo'ri bilan kelgan ishkanda. Bir-birini yaxshi ko'rishganlar majbur ayrib etilmasi yaxshi bo'ladi-da. Keladiganni kapdi. Mayli amdi birdam o'ltirsak, o'ltirib, chiroyli xo'shlashib, o'z yo'limizga ravon bo'lamiz. Uningmi yaxshi ko'rgan kishisi nasib bo'la. Shularni o'ylab turganimda, u tuyuqsiz eg'iz echib qoldi. Gapni qilmay jimmat o'ltirib ketdingiz-ku? Mendan so'raydiganlaringiz yoki men qo'yadigan talablaringiz bo'lsa, hozir deysingiz bo'ladi. Men nimani so'raman? Talablar. Masalan, to'ydan keyin uni qilmaysiz, buni qilmaysiz degandek shartlaringiz bo'lsa deyman. Yoki to'yliqqa qancha bitishimiz degandekchi? To'yliq. Ikkimizni davatmaydigan siz.
Hayranlıqdan danq etibli qaptiman. Qiz mendan o'ta danq etib, savolimga savol bilan javob qaytardi. Mening oldimda sizdan boshqa odam yo'qdi. İkimiz shu cho'nglarning o'rinlashtirishi bilan bu yerga ko'rishib, to'y ishimizni maslahatlashga keldik-ku. Men bilan to'y qilmaydigandek bo'lsangiz, boshda deb qo'yingmi? Ortiqcha avar bo'lib satlashib yurmayman. Yo'q, bu munda qarang. Bizgu bu yerga ko'rishib to'y haqida paranglashqili keldik. Lekin buni cho'nglar o'rinlashtirgan shunaqmi? Shu to'ynimi ikkimiz chiqishib qola olsak, to'y qilib birga yashashga ko'zimiz yassa onda qilamiz. Shunaqmi? Albatta shundaq. Andinchi? Shu qarang bu siz menga bunda qarmay. Men ikkimizni to'y qilishga loyiq emas deb qaradim. Shunga boshqalarni so'zlashning hojati yo'q deb o'ylayman. Nemishqa degan nima gap? Qarsam sizning loyiqingiz bordek. Shundaq turib bu yerda men bilan to'y haqida paranglashib o'ltirsangiz yaxshi bo'lmaydigandek qiladi. Men unda ko'ngli boshqa birsida qolgan qizni xotinlik qilishni xohlamayman. Aniqla baxtli bo'la olmaymiz. Kim deydi meni loyiqi bor deb? Loyiqingiz bo'lmasa bo'yningizdagi ovu qizil o'ylaganlarimning eg'izimdan chiqib ketishini nadim bilay. Ish qilib deb soldim. Qiz xijil bo'lmoqda yo'q. Aksicha menga mansitmagandek nazarda burnini purishtirib, mundaqla qarab qo'yib, qapoqlarini suzdi. Yey, doktorlikda o'qigan davatati sizni. Endi qarsam jahonning ishlaridan faqat xabaringiz yo'q-kina? Qandoq bir mato yerlarda o'qigan bo'g'itdingiz? Bo'ynimdagi bu qizilchu qarang. Hozir degan moda. To'liq qizlar bo'ynini mushunda qizartib, qarg'anlarga ko'rinmay qolmasligi uchun bo'yni bakrak ochiq kiyimlarni kiydi. Hamma odam biladigan bu ishni sizning bilmaganingiz qiziq. Moda? Mushimi modami? Qayerda moda? Qandoq bo'lib? Demak, siz modaga moslashish uchun bugun bu yerga atoydan bo'yningizni qasddan qizartib keldingiz deydi. Birasi yordamlashdimi yoki o'zingiz qizartib oldingizmi? Buni so'ramasangizmi bo'ladi. Ishqilib hozir mushu moda. Buning chiroyli atalg'usi bo'yniga bo'ljirgan terish deyiladi. Bilmasangiz bilib oling. Bu haqsizni sepi o'zidan sahrolikkan deb qoladi. Ma'u gapni. Mono xonimning bo'ljirgan teriydigan modasini bilmaganimga haq meni sahrolik deb qolamish. Bizning Uyg'ur yezig'i tami. Lekin uydan chiqib 1 kilometr mansaqla shaharga kiramiz. Buni qandoq sahrolik degili bo'lsin? Shaharlik bo'lishim uchun cho'qim mo'shiningdek olijo'qi tala kuchiklarining modasini bilishim, tushunishim, xalqning zangli qilmasligi uchun hamma modalarni to'liq bilishim shartmikan? Tayin yo'qli bir gap bu. Uyimiz yezdi bo'lgan bilan ota-onam meni yaxshi o'qitgan. Obdan tarbiyalab qatarga qo'shib, hozirgidek doktorlik unvoniga ega bo'lishim uchun barliq yuraklimni sarf qilgan. Amdiza men mushunda qamlashmagan modalarning quliga aylanib ketgan bechora numussizlar ichidan loyiq tanlab o'ltiray. O'ylab shu yerga yetganda bu qiz bilan ortiqcha paranglashishning ahamiyati yo'qligini his qildim. Shundaqdimi loyiqi yo'q ahvol ostida bo'yindagi ovi qizil ko'klarni qandoq chiqaradiganligini bilib beqishga qiziqib qoldim. Shunga bakmi qattiq tegishib qolmagan fursatimizdan foydalanib, yuzimni qalin qilib turib, uningdan so'radim. Ma'u shundaq bo'lganda bo'yningizdagi ovi bo'ljirganlarni kim teridi? Buni so'rab nim qilasiz? Ya daymana amdi. O'zingizning ig'izi uya yetmaydi. Har qancha bo'lsa-mu, qo'shningizga pul berib qildirmagansiz. Amdi bu boshqa ish yo'q-ku. Shu bilib boqay deb so'rachim. O'shta. Nimda ortiq ishga aralashib, meni ammaydigan bo'lgandekin, to'la bir milanni demay o'ltirishingizni bilasiz. Tozimi bir? Qiz shundaq degunicha shaqqida o'rnidan turib, menga qatirib birini oliyotgandan keyin zilva badanni to'lg'ab dasab talog'im oldi. Uning ketish uchun manganligini, hamda men bilan paranglashmaydiganligini ilg'a qildim. Shundaq bo'lsa-mu, eng oxirgi savolimni so'rg'im kelib, faqatla chidimadim. To'xtang.
Sizning mushundaq ha deganda bo'yningizga bo'ldirgan terib yuradiganligingizni ota-onangiz bilamdi. Ular gap qilmanda. Savolim javobsiz qoldi. Uning keyindan tikilgan ko'zlarimni pulangida qo'yib etilgan aynak ishik bilan billa qonqigan yerda qoldi. Shu chaqda qahvaxondagi barliq xaridalarning, mulozim va boshqa kishilarning hammasining nazarining menga markazlashganligini bayqadim. İşçideki neçisi tumuşqini to'sib olib pixildab kulgili turibdi. Demak, bu yerda javobsiz qolgan savolimning tegi yetganlarmi, bo'yniga bo'ljirgan terishning nima ish ekanligini tushundiganlarmi bada qiladi. Shuningdek qaraganda, bu ishning modi ekanligini bilmaydigan yolg'iz malli qolgan bo'lsam kerak. Keyin bilsam, bu qiz boshqa yurtdan bo'lib, xizmati mo'shadi bo'lg'achqa, ota-onasi buning bilan birga turmaydi ekan. Oxirgi qitim ota-onasi yo'qlab qolganida ular to'y qilmaydigan bo'lsang bizni ota-onam dema. Uygimi ikkinchi qadam bosquchi bo'lma degan bo'lg'achqa, umu menga o'xshashlar loyiq tanishtirg'uchilar bilan bir talay yigitlar orasida qotirab yurgan modi kashgan. Onundan keyingi necha qizlar bilan bo'lgan uchrashishlarni bir yoqlik qilib o'tgandan keyin yana bir modaga duch kelib qoldim. Quloqlarini 3-4 yerdan teshib, cho'ng-kichik halqalarni osgan. Bo'yniga, bilaklariga, barmoqlariga to'ldirib taqib olganlari yetmagandek, burnini teshib, xuddi kalining burnidan chulik o'tkazgandek sim halqi taqib olgan. Bo'ylari egiz, oyog'ining poshnisi bo'yidimi egiz bir qiz. Rast gap qilmasam bo'lmaydi. Bu qizning bo'yi meningkidanmi egiz. Shunaq bo'lganda mening loyiq tanlash o'lchimimdan obdalla sangilab chiqib qolgan putlarni bir taraf qilib bo'lmaydi va shallab etmay boshqa ilojim yo'q. Qiz udulimga kelib o'ltirdi. Qarsam shunchalik egiz. Qo'lini so'zib, mulozim qizchaqni chaqirdi. So'zlagan qo'liga qarsamni shunchalik uzun. Endi bu qiz bilan qanday xo'shlashish haqida o'zim bilan o'zim fikr yurgizib olsam, bu-mu heliqi qo'ltiq tukidakli chopinini selib yonga qo'ydigan gap. Shu chaqda ko'rdim. Qarsam, qo'sh olmisini oralli yepib turadigan qisqa ham kichik osma maykisi qizning kindikini yapolmagan. Yepilmay qolgan u kindikini bir chiroyli tashtirib, xristalga o'xshash poqroq munchoq esib olgan. Bularmi oz keladi deb o'yladimi, badanining bo'ynining tuvinini suvari chektirib, oli yeshil ranglab olgan. Jamiyat lukchaklaridan farqi yo'qli bir qiz. Nima bo'lib ketdi bu xalqimiz? Necha yil yurt turmay ishkirga berib o'qib kelsam, bo'lib ketgan o'zgarishlarni ko'ring. O'g'illarga bak diqqat qilib bo'lmadim. Lekin qizlarimiz turibla Yevropacha. Ha, bo'pti desak, endi qizlarning kindiki ana, qo'ltiqlari ana, badan modellari ana. Bunda qizlar meni xotin bo'la olamdi. Texmau men kiyim deb o'ylabmi baxmay, Rajoning singlisdak burnini teshib, halqi esivag'inning nazirini deymi. Kurmun echinishlar ichida qizni bir nimalarni deb yo'lga selishga kirishdim. Lekin qiz ketidigandek emas edi. Umi oldingi bo'ljirgan xonimga o'xshashlar badandagi alomatlarga qiziqib, so'rgan savollarimga o'zini ko'z-ko'z qilgandek bir turib, faxrlanib, besh ko'k yetgandek bir tarzda javob berdi. Viyay, bu degan hozir butun Yevropada moda adang-a. Sizning bilmasligingiz ajablanarli emas. Siz shu ishkirda o'qitgansiz-ku? Meningdek mundaq modalar u yerlarda bak uchirmaydi adang-a. Uchirsim shu o'g'illar chektiradi. Xalqinimi o'g'illar asidi. U yerlarda qizlar munchalik tafsili yasinib ketmaydi. Bir xilli ma'to demaysiz. Bu xil xalqi esish ham chektirish bizlarga Yevropadan kirgan. Yarshimliq ham moda adang-a. Xalqini odam qamlashtirib ketmaydi. Üçüncü qism. Viyay, bu degan hozir butun Yevropada moda adang-a. Sizning bilmasligingiz ajablanarli emas. Siz shu ishkirda o'qitgansiz-ku? Meningdek mundaq modalar u yerlarda bak uchirmaydi adang-a. Uchirsim shu o'g'illar chektiradi. Xalqinimi o'g'illar asidi. U yerlarda qizlar munchalik tafsili yasinib ketmaydi.
bir xilli mato demaysiz. Bu xil halqi esish ham chektirish bizlarga Yevropadan kirgan. Yarshimliq ham moda dang-a. Xalqala odam qamlashtirib ketamaydi. Ondaqda siz Yevropaga berib boqqanmi? Voy, yo'q. Men buni tordan ko'rgan. Ondan o'sin tizash o'rinlarida chektirdim dang-a. Bir munch pul ketdi demaysiz. Ay, ish qilib u yerlarga berib bulamsaqmi? Shu yerlik kishilardek moda yashsaq nim bo'pti? Moda degan xalqan odam voyiga yetkazoladigan narsa emas. Bizdek ustuqni qamlashgan, chiroyning rangi kelishgan qizlarga yarashidi. Qizning gapini bo'lib so'rdim. Undaq bo'lsa, mushundaq modada yasnib yurdiganligingizni uyingizdagilar bilamdi. Viyay, qo'ying shularni. Atidan kashkicha badaningdagi alvaraqlarni o'chir. Nima u qalig'i cho'lik o'tkazgandek burningni teshib, nimancha egiz oyoq kiysan, butun qayrilib ketmam deyay. Belikingi chekivog'ini yig'ishtirmasang bo'sog'idan otlayman dema deb quloq mengamni ye. O'zimiz qolgan usulda yashig'ilib qo'ymay to'xtamay ko'tildigan. Shu uydan qachonmi qutulib, qachonmi erkin ozoda turmushlik bo'laman men. Hey, to'y qilsak siz unda qaymaydigansiz a? Chektirma, halqasma deb. Shundaq bo'lib qolsa chiqishamaymiz jumu? Tanishimga hurmat qilsangiz bo'lmaydi dang-a? Tanlishiga hurmat qildi ekanmishmi? Bo'lmasa chiqish olmaydi ekanmishmiz. Monchi qilib yurib, xotin ochlig'i tushmadi-ku menga. Mo'shu gaplar bo'linayotganda, bu qizni tanishtirgan eliq dixmaq dallalni urib, engaklarini xalta qilib atkim kelib ketdi. O qizmi o'z yo'liga mangan bo'ldi. Qizlar yo'liga menib turdi deganlik, yana boshqa qizlar bilan uchrashib turishdan derak beradi. Shuningdan keyinki yana bir modaning armak hayvonga karamat ishtiyoqi bor chiqib qoldi. Armak hayvon desam balkim nihoyat shu armak hayvonga daslar. Lekin bu men biladigan armak hayvon xumar kishilar ichidagi eng kattasi. Eliqi hayvonlarni yetlab kelgani toza samirib, nasllik qolidek bo'lib ketgan qizgan o'zim. Kasapat ishikdan kirvatatdi bir chaqda. Eliq rangli shiplar bilan ayrim bog'lab yetlib olgan kuchuklar oldida yo'l boshlab buningga egiz boshliq oyiq bilan aplashtirib menib bo'lanmag'iniga unumay so'rashtirib, haylatib, ishikdan patmay kirib kelganiga qaramay, do'qirib yurib, hamma ustalga bir qitimdan opirib, o'zaro mungdishib o'ltirishgan xaridorlarni, kutkuchilarning qiy-chuvlarini palakka yetkazgan. Bir mahalda buni men to'nib qilib, o'rnimdan turib tonishlik berdim. Chunki men dixmaq dallal ochimiz. Bu qiz bola ishtbeqishqi bak amraqmish. Uydagilar bir necha amraq kuchuklari bor, nagili bosi yetlib oldi deganda qildimi ish qilib. Ashu kuchukini billa elib olg'idakmish. İşte yetlab kirgan qiz bolani ko'rsangiz, shu kan deb o'ylang ukam degan edi. Lekin bu qizni ko'rganda shu kan deb o'ylab bo'g'cha bir talay kuchuklarni ko'ribla. Naq shu kan deb devatdim. O'g'ilmaydi. İnson deganning yoqtiradigan ishlari, qiziqishlari bo'ladi amdi. Bu ishbeqishni yaxshi ko'rsa, yaxshi ko'rib tursin. Biroq men o'ltirgan ustalga kelib, udulimdagi o'rinda o'ltirgandan keyingi qiliqlarini har qancha qilibmi qabul qilolmadim. Qarsam bu kuchuk xumar qiz eliqi ishlarni yeniga, eli quchuqiga elib, lavlarini ishlarning tumushiqlarigacha so'zib, suyib, ha deganda ularni mijiqlab, quchoqlab, ondan shularni mijiqlagan qo'llari bilan pechenlan tutib yeb, qahva ichib o'ltirdi. U oz kelganda, yenidi men bormi, yo'qmi? Jahondan beparvo. Texi heliqi kuchuklar buning yuz ko'zlarini yalamamda shalapishdi. Ahay deb qoldim. Ba'zi ona bolalarni bulochilik ijil emasdi. Lekin men masligim kelsa bo'ladiganning o'rniga yerginib, ko'nglim ilishib o'ltiramay qoldim. Tibbiy doktori bo'lish sifatim bilan ishtmushuk, to'shqon qatorliq armak hayvonlarning o'z badinda turli virus va mikroblarni ep yuradiganlarni. Baqquvchilar diqqat qilmay shularni tutgan qo'li bilan yemekliklarni yeb qolsa yoki armak hayvonlar bilan yemek-ichmak muhiti, turalg'u muhiti jihatdan sal orliq saqlamasa, osonla har xil kasalliklar bilan yuqumlanib qoldiganligini. Hatto ba'zilarining oqibatini mo'ljarlashning tasligini yaxshi bilaman. Shunga qizg'i nasihat qilmoqchi bo'lib, ikki ig'iz gap qilganimni bilaman. U tuyuqsiz chachrab qopibla chalvoqib ketdi.
küçüklerini beqishchi hozir degan moda. Halliq oilalarning hammasida mundaq umaq pistillardan netsa bor. Biz ya namrat bo'lmasak, ya bir qip tugitib bo'lmaydigan ishlarimiz bo'lmasa, nemishqa küçük baxmoqdakmiz? Ya'ni kelib, men bularni bekli yaxshi ko'raman. Ular hayotimning bir qismiga aylanib ketgan. Şun ulardan ayrılıp yaşaş men üçün mümkün bo'lmaydigan bir iş. Sizni deyman, qiz do'stining mushunchalik qiziqishni qo'llamaydigan odam to'y qilib nima qiladi? Menchi qarang, umoqlarim bilan sizdan birini tanlashga to'g'ri kelsa, hech ikkilanmaylar sizdan voz kechaman. Er degan tepiladi. Hayotimning ma'nosi bo'lgan umoqlarimdan sizni deb voz kechmayman. Bo'ldilar, bugun siz bilan ko'rishkilik kelmagan bo'lay. Qiz shundaq deb bir hoza jaldiqini chaqandan keyin har xil rangli kiyimlar bilan bog'lab yetilib olgan Mimi, Pipi, Lolo, Nana, Ruki, Pilosh xoniylarini oldiga silib yetlab, xuddi kirgan chog'dagideklar eshikdan patmaydigidek chiqib ketdi. U qahvaxonaga kirgandan boshlab bizga diqqat qilib, tumshuqlarini etib xildab kulib o'ltirishganlarning kulkusi o'chib, "Endi qanday qilasan?" degandek bir tarzda mangli qarab ketib qolgan edi. Qiz chiqib ketishi bilan tang shunchalik yangillab qoldim. Rostini aytganda, men mundaq bir qiz bilan to'y qilib, ashu küçüklar bilan birga yashab, küçüklarni talishib, uchrati turib so'ydigan bir qizni xotin qilib so'yib, küçüklar qatori yashab olmaydim. Agar uning bilan to'y qilib qolsam, xuddi bugun mushiyada birga o'ltirgandek u küçüklar bilan tamoq shirasidimi birga o'ltirsam, xotinim ularni shalab so'yib ketsa, ondan men xotinni küçüklardan ayirib tortib olib, jirginib turib so'ysam. Keçilik küçükler karvatimizga chiqib biz bilan birga uxlasa. Küçük. Uyning narigili qarsam küçükli bo'lib ketsin. Keyinchi balliq bo'lsak, ballarni ash küçüklarga qo'shib beqib cho'ng qilsak. Bo'lsa balalar cho'ng bo'lgandan keyin naq ulardek hoshib qavab tili chiqsa. O turmushni. Qizning bir hisobda mushundaqlik ketganimi yaxshi bo'ldi deb o'yladim. Shunda qilib bu ermak hayvon modasining chakdan oshgan qismini qabul qilolmay, bu qizni küçüklar bilan qo'shib yo'lga sepib qo'ydim. Uningdan keyingi moda bir qadar alohida. Yana hozirgi zamondagi eng ilg'or taqiti shakllarining biri bo'lgan jibo. Demakchi, men ko'rishmoqchi bo'lgan bu qiz dal naq sunum sifatida olqishliq Van Xong bo'lib ketgan jibo kash. Ko'rishdigan chaqda men o'ltirgan ashu qahvaxonaning eshigidan jibo qilib, atrofni tonishtirgan peti kirib kelyotdi. Uning jibosining ehtiyoji tufayli salomlashish, tonishishlarni qisqali ilib berildi. Qarsam o jibosini ko'rayotgan mastonlarga bugun bu yerga kelish ham men bilan ko'rishi sababini tafsili tonishtirib, xuddi yo'g'on bir ish qilayotgandek to'limi hayajonliq so'zlab, jiboni ko'rayotgan, lekin o'ziga sovg'at atmagan mastonlarni qattiq quruq gaplar bilan tillag'ash. Ba'zilarini tarhamak yo'liding yay, pidigan yo'liding yay, madaniyatlik bo'lmading yay, meni ko'zga ilmiding yay, sovg'at bagili chidimiding yay. Meni qo'shmaganlar qo'shib olinglar, uni qilinglar, buni qilinglar deb qoyib, qora tizimligiga kirgizib etib o'tiribdi. Qarsam, buning men bilan kari yo'qlar. O'zining jibosini qizitish bilan aldirash. Turibli ichim siqildi. O'zimning yonfiniga qarab o'ltiraverdim. Bir kamda qo'sqim ichib ko'krab ketdi. Saatga qarsam, bu yerga kirib o'ltirganimga to'p-to'g'ri 3 soat bo'ldi. Hozirga qadar bu qiz jibo bilan aldirash. Men o'zim bilan o'zim mongdishib, telefon o'ynab zerikishdi. Manda isrof qilgan narsa emasda vaqt degan. Uning ustiga menga parvo qilmagan bir qizning jibo qig'iniga qarab, bir yanda bola boquvchidek o'ltirishni menga kim qo'yibdi? Cho'nglar, nemishqi to'y ishini maslahatlashmadinglar deb qolsa, yuz bergan ishlarni deb beraman. Erga tegmaydigan, jiboga tegadigan unda qizlarni atoyitan bir patman chiqim qilib, to'ylab uyga opirib olib, nima ketdi? Uy tutqili, billi yashig'ili bo'lamdi uning bilan.
Shularni o'ylab asta o'rnimdan turib sirtqa mandim. Bir kim chimdavasi tuyar alpoz yo'qdi hali qizning. Butun vujudi bilan jiboga kirishibli qolib ekan bo'lmasa. Mening talog'i mang'inimni ko'rib, jibosidan beshni ko'tarib so'rdi. Lekin, "Ay, nega mangdingiz? Ketmaydigansiz, ha?" "Shu, ketay deb mangdim. Siz mo bak aldirashgansiz. Menga qarg'ili vaqtingiz yo'q ekan. Beka o'ltirg'ichi uyga berib ishimni qilayman." "Voy, sizni birdam o'ltirib tursangiz nim bo'ladi? Tegay dedi mana. Hozirlik shabo qilaman. Tavi noziklik qilmay, saqlab turing, ha?" Qizning ko'ni loyiqimdek erkalashlariga qarab sal erib qoldim. Lekin necha soat mushunda qartib o'ltirg'izib qo'yg'iniga ochchig'im kelib, maylila deyammadim. Ras, ko'z oldida o'ltirg'inim bilan u meni oz saqlatmadi. Shunga o'zining xatoligini tonutib qo'yish maqsadida shunday dedim. Boshqalarning vaqtiga hurmat qilmay, deyishgan yerga kechikib kelamlar. Ommaviy so'rinda bevosita taqitib, ommaviy axloqqa zid ish qilib ishki. To'ylishimiz deb tunji qitim ko'rishayotgan yigitga parvo qilmay, xuddi yeningizda hech kim yo'qdek o'ltiring. 3 soatdan beri meni saqlatib qo'yib, to'xtamay jiboringizni qiling. 4. Sizning ishlaringizga hurmat qilib, jimmida saqlab o'ltirsam, qaringizmi yo'q? Tamoq yeylimi deb necha so'rasam javobmi bermang. 5. Mushuncha bola qiliqlaringiz bilan bu to'y ishini deyishga bo'lamdi. Cho'nglar tanishtirib, yaxshi qiz bola, axloqliq, tirishchan demagan bo'lsa, "Oy, xo'jam, endi o'zlari bilan ko'rishid ekanman deb, kasbimni bir yoqqa cho'rib etib, tepib turgan pullarni ko'zimdan silib etibla, dikildab kelib yaldirdi dedakdak turg'ili bo'lmaydi qarisizlar. Men 2-3 soat jibo qilsam, 1-2 ming qo'y pul topadigan odam. Sizlar dum yetib, dum qopib ishlab oyda qanchalik maosh olalar, shuni bir so'rab baqay. Japa tatmay, aptab ko'may, qo'lim qaparmay, tayyor tepib turgan pulni tashlab qo'yib, o'zlarining ko'ziga qarab o'tirsam, sizlar menga 5 mo'cham bermaylar, qicham." Qiziq gap qiladi-ki-na. 1-2-3 deb sanab ketishlardan o'rgilay. Men-chu pul tepyapman, pul. Hozircha qarsizlar. Biz qiz ayollar to'y qilgandan keyin sizlarda ko'raq erlarning qo'liga qarab qolmayli deb 10 jenimiz badak tirishib pul topadigan bo'lib ketdik. Yana kelib hozir degan jibo qilish moda. Buni qilamagan odamni jamiyatning ishlaridan xabari bor degili, tor muhitidan foydalanib pul topalaydi degili. Xashlaydi-sa, yanchiqidan 2 tanga pul chiqadi deb ishongili bo'lmaydi, ha. Ko'ngliga kelar demay, ajab deydikanlar. Mushuncha valla qiliqlaringiz bilan bu to'y ishini deyishkili bo'lamdi deb pixi. Deyishkili bo'lmasa deyishmabdimiz. Baribir har qaysingizlardan bizni baqamikin deb umid kutkili bo'lmaydi. Ajab ishimni qirishtirdi-ya bu. deganim 2 qizdi ekan. Buning muncha kayib ketishlarini nadim bilay. Jip bilan kevazning ishi yo'q degan gapning ro'yi bo'yicha aytganda, buning pul tepishlari bilan mening qilchi ishim yo'q. Bu men bilan to'y qildiganga qiziqmagan chiray. Qarasam faqat jibosiga, soatiga necha minglab tepiyotgan pullarga qiziqdi ekan. Shunday turib, bu uchrashqa nemishqa keldi deyman. Moda deb dedi. Nemanchi sarangdo qiz bola degan.